Milliy kiyimni kiydik, mashinamiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Milliy Malibu va taksi uslubidagi tuning BMW Toshkent ko'chalarida. Avtotuning olamida o'ziga xos yondashuv bilan tanilgan Izzatilla Najmiddinov yana e'tibor markazida. U Instagram sahifasida o'zining so'nggi ijod namunalarini noodatiy tarzda tuning qilingan avtomobillarni namoyish qildi. Birinchi ko'rganingizda albatta hayratda qolasiz. Gilam bilan qoplangan, o'zbekona bezaklar bilan bezatilgan Milliy Malibu bu oddiy mashina emas. Bu madaniyatimizni harakatga keltirgan san'at asari. Ikkinchisi taksi avtomobilidan ilhomlangan kuchli motorli tuning BMW. Bu esa tezlik va shiddat ixlosmandlari uchun haqiqiy orzu mashinasi. Shunchaki mashina emas, bu ikki dunyoning to'qnashuvi, milliylik va zamonaviy tuning san'ati. Endi bunday mashinalarni Toshkent ko'chalarida uchratishingiz hech gap emas. Kim qoyil qoladi, kimdir kuladi, ammo befarq qoladigan odam bo'lmaydi. Siz nima deysiz? Qaysi biri sizga yoqdi? O'zbekona dizayndagi Milliy Malibu yoki sport ruhidagi taksi BMW? Videoga like bosing, izohlarda albatta fikringizni yozib qoldiring.